Alaykum, hurmatli Beverwan kompaniyasi a'zolari. Men Abdullayeva Nargiza 2019-yildan buyon Beverwan kompaniyasi mahsulotlaridan ichaman va oila a'zolarimga ham ichkizganman. Onamlarning yuraklarida va o't pufaklarida toshlari bo'lgan va dimlanardi. Shu muammolar sababli olib ichganmiz. Onamlarda hozir unday muammolar yo'q. O'zimni farzandimda esa tuxumchasi tepada bo'lgan. Doktorlar operatsiya qilamiz deyishdi. Men 3-4 oy davomida aktivniy koralloviy kalsiydan ichkizdim. Hozirda farzandimni tuxumchasi joyiga tushgan, operatsiya qilishga muhtoj emas. Allohga beminnat shukr. O'zim esa o'sha tug'ruqdan keyin semizlik, oyoq ishda endi semirish, albatta organizmida ortiqcha yog'lar to'planadi. Top Force mahsulotidan ichdim. 85 kilo edim, 55 kiloga tushdim. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Bu kompaniyani men mo'jizaviy kompaniya deb nomlaganman va doim yonimda olib yuraman bu mahsulotlarni. Beverwan kompaniyasiga rahmat.